Assalomu alaykum qizlar. Bugun sizlar bilan bo'rsh taomini tayyorlab ko'ramiz. Go'shtni maydalab yuvib oldim va kastrulkaga solib qaynatishga qo'ydim. Bu orada men hozir sabzini va piyozni to'g'rab olaman. Sabzi juda ham mayda to'g'rash shart emas. Ko'rsatilgandek to'g'rab olasizlar. Piyozni ham to'g'rab olamiz. Kartoshkani ham juda mayda emas, o'rtacha maydalikda to'g'rab olamiz. Va tovaga yog' qo'yib, piyozimizni qovuramiz. Piyozimizni qovurgandan keyin sal qizarganida tomat solamiz va qirg'ichdan chiqarilgan bitta katta qizilchani solaman. Agar qip-qizil bo'lishini xohlasanglar, ikkita o'rtacha solsanglar, men 4-5 kishilik tayyorlayapman. Yaxshilab qovurib, tagini o'chirib, dimlab qo'yamiz. Keyin bu yoqda go'sht qaynab chiqdi. Penkalarni olib, sabzini solib qo'yamiz va 40 minut qaynatishga qo'yamiz. Penkalarni olib tashlaymiz yaxshilab. Menda bitta galina blanka, quritilgan rayhon va kashnich maydalangan soldim. Bu yoqda karamni maydalab somoncha shaklida to'g'rab olamiz. Va 40 minutdan keyin kartoshka bilan karamni suvga solib qo'yamiz. Yana yarim soat qaynatamiz. Tuz solamiz. Yarim soat qaynagandan keyin boyaga tayyorlagan qovurilgan massani solib, yana 20 minut, 30 minut qaynatib olamiz. Va zelenni maydalab, xohishga qarab zelen solasizlar. Menda faqat kashnich barglari va chesnok. Gazni o'chirib, chesnok va zelenni solib, bitta aralashtirib, ustini yopib 5 minut dimlab qo'yib, bemalol tanovul qilsanglar bo'ladi. Menga like, podpiska bosish esdan chiqmasin. Rahmat e'tibor uchun.